95% insonni aynan shu 3 ta narsa ozishiga to'sqinlik qiladi. Birinchisi va eng asosiysi bu ichinglardagi muammolar. Ikkinchisi bo'lsa bu gormonlardagi buzilishlar. Uchinchisi bo'lsa bu yetishmovchiliklar. Agar siz ham ortiqcha vazndan qiyinchiliklarsiz qutulishni xohlaydigan bo'lsangiz, men 10 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli shifokor diyetolog Barnoz Suleymanova hozirgi kungacha 34 mingdan ortiq insonlarni 5 kilogramdan 70 kilogramgacha ozishligiga sababchi bo'lib kelyapman. Agar sizda ham ortiqcha vazn va semizlik bilan bog'liq muammolar bor bo'lsa, aynan sizni yaqinda boshlanadigan mutlaqo bepul ozish master-klassimga taklif qilaman. Bu master-klassda siz birinchi navbatda semizligingizni keltirib chiqarayotgan muammoni ilzini topamiz. Gormonlaringizni to'g'irlash orqali ortiqcha vazndan qutulishni va eng asosiysi qorindagi yog'lardan mazali, to'yimli, yog'liqqina, hattoki shirinliklarni ham yeb turib 10 baravarga qutulishni hamma sirlarini o'rgataman. Eslatib o'taman, master-klass mutlaqo bepul, faqatgina vaqt chegaralangan. Shu sababdan hoziroq pastki tugmani bosing va ro'yxatdan o'ting. Master-klassda ko'rishguncha.